Tishlarni o'z vaqtida davolatmaslik qanday oqibatlarga olib kelganini ushbu bemorimizda ko'rib chiqamiz. Bu bemorimiz tish og'risa ham o'z vaqtida stomatologga kelmagan va ko'rib turibsizlarki, yuzining o'ng pastki sohasida juda ham katta shish bilan kelgan. Tekshirib ko'rganimizda og'iz ochiq ham chegaralangan. Ya'ni og'izni yaxshi ocha olmayapti, yallig'lanish bo'g'im sohasiga ham ta'sir qilgan. Odatda og'izni ochganimizda ikkita barmoq siqadi, hozir bu yerda bitta barmoq zo'rg'a siqyapti. Rentgen qilib ko'rganimizda zararlangan tishni atrofida yallig'lanish ko'rinadi. Bu suyakni ham zararlagan. Bu tish endi xirurgik yo'l bilan davolanadi. Ya'ni tish olib tashlanadi hamda og'izning ichki qismidan kesim o'tkazib, yering chiqishiga yo'l qilib chiqarib yuboramiz. Bu bemorimiz nazorat ostida bo'ladi. Sizda ham xuddi shunday oqibatlarga olib kelmasligi uchun qimmatli sog'lig'ingizni o'z vaqtida qadriga yeting. Stomatologga yilda 2 marotaba ko'rikdan o'tib turishni unutmang. Qolaversa tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi.